Oyim sababchi, chunki meni tilim chiqishidan boshlab menga birinchi so'zlarimni inglizchada o'rgatganlar. Qiyinchilik hech qachon tug'dirmaydi. Agar o'zingiz istaydigan bo'lsangiz, katta kichkina degan joyi yo'q. Agar o'zingiz istaydigan bo'lsangiz, hammasini qila olasiz. Ming IELTS bilganingiz bilan, o'qiganingiz bilan reading qiyinroq bo'ladi. Ota-onangiz majburlashganmi sizni dars qilishga? To'g'risini ayting. You will never see the type of show we about to show ya. You will never have this type of food with cursing on ya. Lablari bo'yalgan, zire taqqan yigitlar, qop-qop yigitlar Vatan himoyasi uchun borish kerak. 12 yoshar qiz bitta qilib qo'ygan xatoyim hamma yoqqa bir zarar yetkazish mumkin odamlarga deb o'ylayapti, lekin Hozir 7 oldim-da, bor zo'r. Lekin men undan ham zo'r bo'la olaman. Assalomu alaykum azizlar. Ibrat kashfiyotlari podkasti sizlar bilan Aqida xonim va bugun ilk mehmonimiz ajoyib qizaloq singlimiz. Men to'g'risini aytsam, hozir endi bu yog'ini podkast orqali bilib olasizlar. 12 yoshida IELTS 7 olgan. 12 yoshida. Men hali IELTS 6 ga tortamanmi, yo'q bilmadim endi. Demak, tanishamiz. Nilufar-xon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Podkastimizga xush kelibsiz. Rahmat. Juda ham xursand bo'ldik va faxr tuyg'usi bo'ladi. Men sizdan juda ham faxrlandim. Nilufar-xon, o'zingiz haqingizda aytib bering. Chunki endi bilamiz, IELTS olganda ko'proq talabalar ko'zimizga oldinga keladi, lekin hamda yosh kattalar ham, ishlayotganlar ham IELTS olishadi. Bu oson narsa emas, bu mashaqqatli. Lekin 12 yoshar qizcha IELTS 7 olib, men juda ham hayron qoldim bu narsadan va juda ham yana bir bor qaytarib o'taman. Faxr tuyg'usi bo'ldi. Mana endi o'zingiz haqingizda gapirib bering. Qaysi maktabda o'qiysiz? Nechinchi sinf? Va umuman ingliz tilini qachondan o'rgana boshlagansiz? Nima yoki kim turtki bo'lgan? Shu haqida gapirib bersangiz bizga. Hozir 339-maktabda 6-sinfda o'qiyman va tug'ilganimdan boshlab menga oyim hamroh bo'lganlar. O'zi 12 yoshimda IELTS olganimga oyim sababchi, chunki meni tilim chiqishidan boshlab menga birinchi so'zlarimni inglizchada o'rgatganlar. Lekin biz qishloqda yashaganimiz uchun ko'plar inglizchani bilmagan, lekin men bilan gaplashib o'sha inglizchani meni eng zo'ri qilib tarbiyalamoqchi bo'lganlar. Sir bo'lmas, mana oyingiz deyapsiz, to'g'ri, har bir farzandni tarbiyasi va ilm olishini ortidan onasi turadi, lekin sizni onangiz aynan til chiqishida. Endi men tushunamanki, tanishlarimiz ham bor, biz biladigan oilalar ham bor. Ular xorij davlatlariga ko'chib ketishgan, kimdir ish tufayli green cardami aytaylikda, endi ularning tili tabiiyki o'sha yerda chiqqan, lekin siz mana qishloq sharoitida deyapsiz, tilim ingliz tilida chiqqan, oyimni o'rgatganlar. Oyingiz kim bo'lib ishlaydilar, sir bo'lmasa? Oyim maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaydilar. Hozirda o'zimizda sinfga o'tyapti, meni sinfimga. Maktabda dars beradilar oyingizlar. Demak, siz o'qituvchini farzandisiz va ushbu ingliz tilidan dars beradigan onangiz sizga bolalikdan demak har bitta so'zni inglizchasi o'rgatganlar. Ha, chunki kichkina paytim oyim o'zlari bilan meni maktabga olib borardilar yoki o'zi qo'shimcha darslar o'tganlarida har doim oldlarda bo'lardim. Umuman qolib ketmasdim. O'shalardan ham o'rganganman. Uyga borganda oyingizdan bitta so'rang, meni olib ketarmi killa maktabga? Chunki menga ham qiziq, o'tib men ham IELTSdan hech bo'lmaganda bir 7 olmoqchiman endi. Shu yoshga chiqib, mayli bizning paytimda sharoitlar bo'lmagan-ku, lekin hozirgi sharoitlar so'rab ko'rasiz, ishdan chiqmasin. Agar olib ketsangiz, sir bo'lmasa qaysi viloyatdan? Men endi san Toshkentdan qatnashim qiyinroq bo'ladi. Samarqandda. Samarqanddan. Qaysi tumani? Payariq. Qoyil lekin. Bilasizmi, men endi ko'pincha shunaqa bir bahonalarni eshitib qolaman ba'zi bir odamlardan. Sizdan katta bo'ladi ular ko'proq. Menga til o'rganmading yoki o'rganmoqchi emasmisan deganda juda ham ko'plab bahona qilishadi. U uyda, bu uyda, vaholanki ular misol uchun ko'pchiligi shaharda turishadi. Bu yerda sharoitlar albatta texnika tomondan ham misol uchun sharoit bor, lekin yana bir bor shu narsaga amin bo'lyapman. Istamayman degan so'z bor va ilojim yo'q degan so'z bor. Lekin bizda o'zi ichida istamayman. Chunki qolgan narsadan ilojini qilsa bo'ladi. Bu chunki sizni misolingizda onangiz o'qituvchi bo'lishlariga qaramasdan mana sizni olib borgan ekanlar. Ha. Darsda o'rgangansiz. Ya'ni undan oldin ham bolaning tili chiqishda shu 2 yoshdan deb belgilaydigan bo'lsak, shu narsalarni nimada o'rgatgan ekan? Ingliz tilida. Bu juda ham katta yutuq ekan. Chunki praktikada bu amaliyot. Amaliyotda til o'rganish eng yaxshisi deb bilaman.
aldagan bo'laman agar faqat man Samarqandda qishloqda yashagan deb o'ylasanglar. Chunki anchadan beri hozir Toshkentda ham yashaymiz, lekin tug'ilib o'sishim Samarqandda bo'lgan. O'sha Samarqandda oyim rosamani turtki bo'lganlarda har doim turg'izib, "Men bularni qilib qo'ysang, keyin mana shunaqa olib beraman" deb aytganlar. Keyin odamda o'zi bo'ladi. Agar uni kerakligini biladigan bo'lsa, hech qachon "Men istamayman" demaydi. Agar istamaydigan bo'lsa, har xil bahonalar topadi. Shu aytmoqman, rus tilida endi bu so'z bor. Есть слово не могу, есть слово не хочу. Ilojim yo'q degan ibora bor yoki bo'lmasa istamayman degan ibora bor. Shu. Lekin sizni istashingiz bu juda ham katta yutuq. Endi menda yana ko'plab savollar bor. Ketma-ket savollarga javob beraverasiz. Qarang. IELTS o'zi kattalarga ham birdek qiyin. Misol uchun uncha katta odam ham IELTSdan misol uchun 7 ololmaydi. Endi o'zingiz bilasiz endi masala ichida yurib. Endi bolalarcha format ham yo'q-da, bolalarga moslashtirilgan. Ya'ni hamma uchun bir xil IELTS. Lekin shunga qaramasdan qanaqa o'tdagi savollarga, mavzularga javob topdingiz? Qanaqa o'tdingiz IELTSdan? U yerda aniq bir mavzu bo'lmaydi. Har xil kategoriyalari bo'ladi. Masalan, reading, listening, writing, speaking. Ularning hammasini o'zini weaponi bo'ladi. Masalan, menda weaponi listening bilan speaking bo'lsa, qolganlarida o'zini qurollari bo'ladi-ku. Masalan, mana shunda zo'r bo'lib ketsa, o'shanisi balini ko'tarib ham berishi mumkin. Lekin o'sha men 9 olaman deydigan bo'lsa, hammasi bir xil bo'lishi kerak. Yo'q, u narsani tushundim, lekin u yerda IELTS bolalarga moslashtirilgan dastur emas-da. U yerda hammaga bir xil. Asosan endi IELTSdan kattalar o'tishadi, lekin 12 yoshida. 12 yoshda o'tdingiz siz IELTSdan yo 11 dami? 11 ga to'lmadim. 12 ga to'lmasdan o'tdim. Ya'ni 11 yoshingizda o'tgansiz, hatto 11 yoshda o'rtoqlar. Men shuni aytmoqmanki, ya'ni misol uchun siz yoshingizda adabiyot o'qisa ham, misol uchun katta romanlarni o'qimaysiz hali. Bolalarga xos bir adabiyotda o'qiladi u paytda. Ertak kitob emas, lekin kattalarning romani emas-da, mana o'rtalik bo'ladi-ku. Lekin o'shanga hayron bo'laman. IELTS misol uchun asosan kattalar uchun mo'ljallangan dastur desa bo'ladimi? O'shanda qanaqa o'tdingiz? Qiyinchilik tug'dirmadimi sizga? Qiyinchilik hech qachon tug'dirmaydi. Agar o'zingiz istaydigan bo'lsangiz, keyin IELTS yoki boshqa narsalarni katta kichkina degan joyi yo'q. Agar o'zingiz istaydigan bo'lsangiz, hammasini qila olasiz. Demak, juda ham qattiq istabsiz. O'shancha sizga hech narsa to'sqinlik qilmabdi. Yaxshi, bundan juda ham xursandman. Sizga aynan qaysi bo'lim osonroq bo'ldi? Reading, listening, writing, qaysi biri? Asosan ikkita bo'lim. Speaking bilan listening. Chunki men kichkinaligimdan tilim inglizchada chiqqanligi uchun gapirish menga oson bo'ldi. Keyin o'sha gaplarni eshitib, chiroyli eshitib, o'sha yozish osonroq o'sha listening bo'ldi. Juda zo'r. Unda mana baribir shu til bilishda bu amaliyot juda ham muhim. Buni tan olish kerak. Endi nima deyishim mumkin? Just bravo. Va shuningdek, IELTSda qaysi bo'lim qiyin bo'ldi sizga? Reading. Nega? Chunki men IELTS bilganingiz bilan, o'qiganingiz bilan reading qiyinroq bo'ladi. Chunki uni siz o'qib, o'sha adabiyotdagi o'qib, savollarga javob berishingiz kerak. U shunchaki oddiy savollar bo'lmaydi. Bu nima haqida emas, va lekin o'sha tekstni o'rtalaridan olib beradi va u yerdagi so'zlar aniq gapirgan odamga ham qiyinroq bo'ladi. Tushunarli. Mana shu IELTSga topshirishga qancha vaqtingiz ketdi? Qancha vaqt mobaynida tayyorlandingiz? Va kuniga o'rtacha necha soat aynan IELTS bo'yicha tayyorgarchilik ko'rgansiz, shug'ullangansiz? O'zi ko'p IELTS uchun deb tayyorlanganimga umuman 2-3 oyda oldim. Chunki o'zim ham oldin ingliz tilida tayyorlanganman, lekin ataylab shu IELTS olaman deb tayyorlanmaganman. Nega? Chunki o'zim general bo'lib, o'zim fluent bo'lsam, o'zimga yaxshi deb bilganman, lekin shu IELTS olaman, mana shunga tayyorlanaman deganimga 2-3 oyga tayyorlanib olganman. Kuniga umuman belgilab qo'ymaganman, mana shuncha qilaman, buncha qilaman emas, o'zi testlar bo'ladi-ku, har xil minutli o'shalardan qilganman va o'sha har xil platformalar, Google saytlar, hammasi ochiqlaridan tayyorlanganman.
Taxminan bir kunda necha soat vaqtingiz ketgan IELTSga tayyorlanishga? Bir kunda hamma kategoriyadan bittadan qilsam 2 soatlar ketgan. Ha, bir kunda 2 soatdan. Qoyil. Qolgan soatlarni keyin o'zingiz darsingiz, uy ishlari, oilangizni qaratishingiz kerak. Unchalik ko'p bo'lmadi unaqa uy ishlari bir nima, chunki yozgi kanikullda tayyorlandim. Ha, tushunarli. Tayyorlanish jarayonida qanday kitoblar yoki jurnallardan foydalangansiz? Kitoblar emas, unchalik ko'p kitoblardan tayyorlanmaganman. IELTS practice kitoblari bor, Cambridgeniki asosiy, o'shalardan tayyorlanganman. Mindset kitobi menga unchalik ko'p yordam bermagan ko'plari, lekin menga Mindset kitobi yoqqan, chunki unda hamma kategoriyalar bitta kitobda va aniq tushuntirib berilgan. Keyin asosan Google saytlar va platformalardan tayyorlanganman. Demak, ham internetdan, ham kitoblardan bo'lib mana shu aytib o'tgan ikkita kitobingiz. Tushunarli. Tak. Mana shu tayyorlanish jarayonida eng qiyin narsa nima bo'lgan sizga? Eng qiyin narsa xohish bo'lishi. Chunki o'zim istab turgan bo'lsam ham, lekin o'zimcha dangasa his qilardim-da bir kuni. Shuni qilmasam nima kerak menga o'zi IELTS deb o'ylardim. Nima kerak bu? O'zimni energiyamni sarflayapman. Hozir matematikani o'qisam bo'ladi-ku, hozir nima kerak deb o'ylardim. Lekin o'zim keyin o'ylab qoldim. Qara, oyim shuni menga kerakmas deb bilganda meni o'qitmasdilar dedim. Keyin o'sha dangasalikni yengib, yana o'qishni boshlardim. Juda yaxshi qilibsiz, chunki ushbu dangasalikni yig'ilish endi prokrastinatsiya deyiladigan bo'lgan hozirgi zamonaviy tilda. Uncha yoshi katta inson ham eplolmaydi. Bizda ham mayli, keyin qilarman, mana shunaqa narsalar bor. Lekin mana shu narsada shu oshib o'tib ketsangiz, bitta qadam qo'yib bo'ldi, yog'i mara sizniki. Mana shu IELTS deylik, ingliz tilini o'rganish paytida, umuman darslar qilish paytida charchab yig'laganmisiz hech? Keyin ota-onangizdan xafa bo'lganmisiz? Iloji men o'qib o'tiribman, 11 yoshimda nima zararliydi? Qolgan bolalar o'ynab yuribdi, mana dugonalarim, tengdoshlarim hammasi o'yin kulgi qilib yuribdi. Men dars qilib o'tiribman degan fikrlar bo'lganmi sizda? Bir xil paytda bo'lgan. Chunki oldin ham dars qilganimda rosa ko'p qilardim bir o'tirganimda. Lekin keyin menda bo'lardi, kam chiqadigan bo'lsa yoki balim past bo'ladigan bo'lsa, menga o'zi nima kerak? Men ko'chada o'ynab yursam bo'lmaydimi deb o'ylardim. Keyin o'ylab qolardim, qo'ygan hozir dars qilsam, kelajakda o'sha vaqtim rosa ko'p bo'ladi, maza qilib yuraman deb o'sha thoughts made me skip the lazy part and did the actual work. Okay. Ota-onangiz majburlashganmi sizni dars qilganda? To'g'risini ayting. Lekin yaxshi ham majburlabsizlar, ertaga mevasini ko'rasizlar. Ko'p majburlashgan. Aytganmisiz o'zingizga ham sizlar meni dars qilishga majburlayapsizlar, men o'ynashim kerak deb aytganmisiz? Yo'q. Qo'rqaman chunki-da. Mana qo'rqqan bo'lardim. Chunki shuncha mehnat qilib, shuncha pullarni sarflashganda shu paytim, masalan, o'zingiz ham bolangiz kelib, "Nima meni o'qityapsan?" desa, "Nima meni majburlayapsan?" desa, o'zi g'alati bo'ladi-ku, o'shani o'ylab qoldim. Lekin endi bu o'zi investitsiya juda yaxshi narsa. Investitsiyani ko'proq iqtisodchilar biladi, lekin bir narsani bilish kerak. Vaqt, mablag', mana shu investitsiya, ayniqsa farzandi ilmiga, bilimiga berilgan investitsiya ertaga juda katta foyda olib keladi. Birini tikishsa, ertaga 1 million bo'lib qaytadi. O'shaning uchun ota-onangizga katta rahmat bu investitsiyani qilishganlarga va boshqa ota-onalarga ham iltimos qilib qo'ygan bo'lardim. Pul topilganda to'g'ri hasham, boshqa bu har xil narsalar, lekin bilim olishga kelganda, bo'lib ham yana farzandiga bilim berishga kelganda mana shu investitsiyalar to'xtab qoladi. Lekin biz mana shunaqa yaltir-yultir narsalarga pul sarflaymiz. Ertaga esa mevasini yeyish kerak. Sizni agar ekkan niholingiz meva bermasa yoki kasal daraxt bo'lsa aytaylikda, yoki bo'lmasa qutlab ketsa nima qilasiz? Shuning uchun hozirdan investitsiyani bilimga kiritish kerak o'rtoqlar. Tak, keyingi savol. Hop, ingliz tilida gaplashdik. Endi ingliz tilidan tashqari qaysi fanlarni yaxshi ko'rasiz? Juda ham ko'p fanlarni yaxshi ko'raman. Lekin menga eng yoqadigani matematika bilan biologiya. Xudo, matematika. Biologiya men tushunaman, chunki men bolalikdan biologiya fanini juda yaxshi ko'rardim. Shuning uchun
O'zbekiston Milliy universitetida biologiya fakultetiga o'qishga kirganman. O'sha paytlar men tabiatni juda ham yaxshi ko'raman, lekin matematika bilan biz o'rtoq emasmiz. Qarang, mana matematikangiz yaxshi ekan. Xudo xolisa, mana IELTS bor. SAT ga ham topshirmoqchimisiz? Yo'q. Nega? Chunki men biologiya yo'nalishi bilan ketmoqchiman. Chunki farmatsevt bo'lmoqchiman. Matematika menga unchalik kerak emas o'shaning uchun. Men ham lekin matematikadan qochib shu biologiya fakultetiga o'qishga kirganman, lekin u yerda oliy matematika degan fan bor ekan. Oy. Qochib ixtiromiz. Yo'q, matematikaga hech narsa demoqchi emasmiz, lekin bu murakkab fan. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, umuman emas, tayyorlanib topshirib yuborish. Staylam, manga kecha bo'ldi, xohishim ham yo'q. Xo'p, mana darslarni qildingiz, IELTS'ga qildingiz, 2 soat ajratdingiz. Yana maktabdagi boshqa fanlarga, shu darslarga, uy ishlariga, uy vazifalariga ajratdingiz vaqt, uy ishlari qarash. Bo'sh vaqtlaringizda nima bilan shug'ullanasiz? Bo'sh vaqtlarimda ko'pincha o'sha psixologiya faktlari o'qiyman. Keyin mana o'zimning qiziqishlarim bor. O'sha ijodkor odamga o'xshayman, chunki ko'pincha raqsga tushaman, qo'shiq aytaman, rap, K-pop, o'sha narsalarga qiziqaman. Rap ham aytasizmi? Bitta bo'lsin, jonli. You will never see the type of show we about to show ya. You will never had this paper filled with cursing on ya. Tidal wave, it's about to go. You will never dominate when you see you fall. Kechirasiz, rap yo'nalishida kim siz ustozingiz? Hech kim. YouTube. Ko'proq kimning raplarni eshitasiz? Endi biz uchun rap bu o'sha ko'pchilik rapperlarning orasida yagona bo'lib turgan oq tanli Eminem. Da. Mana shu Eminemmi? Eminem unchalik ko'p ularga eshitmayman, lekin men K-pop yo'nalishiga qiziqganimdan keyin K-popdacha hammasi bo'ladi, vokal bo'ladi, rap bo'ladi, raqs bo'ladi, hammasi bitta qo'shiq ichida bo'ladi. BTS ila tarqab ketdi. Ular bo'ldi, birlashmaydimi endi BTS? BTS yaqinda comeback qiladi. Qiladimi? Ular dam olgani ketdimi? Yo'q, ular armiyaga ketdi. Tengdoshlaringizga, mana o'rtoqlaringiz ko'rib turishi mumkin. Nima maslahat bergan bo'lardingiz IELTSga tayyorlanish bo'yicha? IELTSga tayyorlanish bo'yicha o'zini ko'p itaversin, mana shuni qilishim kerak deb, keyin shunchaki o'qivermasin deb o'zini qiziqtirgan narsalar bilan o'rgansa bo'ladi. Masalan, men o'zim ham qo'shiq eshitib, video ko'rib o'rganganman ingliz tilini. Xuddi shunga o'xshab o'rgansa bo'ladi. Ingliz tili menda ham shunaqa bo'lgan. Endi bizning paytimizda Britney Spears, Backstreet Boys, Mariah Carey, No Mercy, NSYNC degan guruhlar bor edi. Shu guruhlarni qo'shiqlarini aytardik, endi bu maktabdan boshlangan. Shuni endi yozib olardik, nima so'z eshitsa, bizda hozir misol uchun bunaqa planshet, bunaqa narsalar bo'lmagan, kompyuterlar. U paytda kompyuter Provet 8 bo'lardi maktabimizda. Mobil aloqalar faqat mana katta g'ishtda, shunaqa endi ular ham uncha odamda bo'lmasdi-da, u internetga kirish xatda. Mana vocabulary bo'ladi, Russian, English, Russian vocabulary. O'shani ko'tarib olib kelardi o'sha bilan. Universitetga o'sha bilan borar ekanmiz. Grija bo'lib qolmaganimizga rahmat. O'sha bilan tarjima qilardik. Mana shu eng yaxshi amaliyot bo'lgan til o'rganishda. Eng yaxshi praktika shu. Hamda shu videolarni pastida subtitrlar yoki bo'lmasa subtitrsiz ham o'zi misol uchun gaplashib, mana shu narsa, ya'ni repetitorga bormasdan turib ham shu orqali o'rgansa bo'ladi. Bu fikringizga men ham 100% qo'shilaman. Chunki menda boshqacharoq bo'lgan. Men o'zim tarjima qilmaganman-da. O'sha narsani qayta ko'rganingizdan keyin o'zi ma'nosi miyangizga yetib kelar ekanda. U masalan, men hozir rus tilini bilmayman, lekin hotel transfer o'shalarni ko'rganimda menga yetib keladi ma'nosi, chunki o'zi harakatlari va qayta ko'rishdan keyin. Tushunarli. Never push yourself. Don't do things that don't interest you. Do always things that you like. Never push yourself and be the bigger person because you always deserve the best. Thank you. Thank you, much appreciated. Mana 11 yoshingizda IELTS topshirgansiz, mana hozir 12 dasiz. Hech qancha o'tmay maktabni ham bitirasiz, keyin shu oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirasiz, xudo xolisa. Mana kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Farmatsevt. Farmatsevt.
aynan qanaqa qilib yo'l qaysi yo'nalishida farmatsevtikani misol uchun dorixonalarda dori sotadiganlarni ham farmatsevt deydi bilasiz. Ular ham farmatsevtikaga bitirgan. Shunaqa qilmoqchimisiz? Yo'q. O'zim ishlashdan o'zim qo'rqaman, chunki bitta xato qilib qo'yadigan bo'lsam, hammani affect qilishi mumkin. Ular qaranglar, kichkina qiz, 12 yoshar qiz bitta qilib qo'ygan xatoyim hamma yoqqa bir zarar yetkazishi mumkin odamlarga deb o'ylayapti, lekin mayli qolgan masalalarni keyin boshqa o'zimni sahifamda gapiraman, bu yerda gapira olmayman. Davom eting. Hamma odamlar aytadi, shuncha biologiyani o'qiyapsan-ku, nimaga doktor bo'lmaysan desa, men o'zim xato qilib qo'yishdan qo'rqaman. Siz aytasizku, mana shunaqa zarar bir nimalar deb, o'shani masalan men ukol qilayotganimda yoki operatsiya qilayotganimda bitta havo jo'natib yuborsam yoki boshqa narsani ko'rsam, Xudo asrasin. Yo, mayli medik bo'lmay qo'ya qoling mayli. shunday zarar beradi, men o'zim qolib ketaman. Lekin bilasizmi, to'g'ri, mana hozir tibbiyot xodimlarini aytishimiz mumkin. Nima uchun bo'lmayman? Chunki birovni hayotiga yomon ta'sir qilib qo'yishi mumkin bitta noto'g'ri harakat bilan deb. U hamma masalada bor. Aytaylik, mana me'mor, arxitektor qurilish kompaniyalari. Aytaylik, ular ham mana shu oxirsini o'ylamasdan taq chiroyli qilib, mana shu pulni o'ylab qurib tashlashligi mumkin. Lekin ertaga bilasiz, tabiat hodisalari bor, yer qimirlashi bor. Baxtsiz hodisalar bo'lishi mumkin. Mana shunaqa paytda ularni o'ylamasdan, boshqalarni o'zidan boshqa odamlarni o'ylamasdan qilgan ishini xunini juda ko'pchilik to'laydi. Ta'lim masalasida ham misol uchun, mana o'qib oladi deb misol uchun ber zachotgani 5ingni qo'yib beraylik, 3ingni qo'yib beraylik, kelishamiz deb nima qiladigan bo'lsa, ertaga bu talabalar bitirib chiqadi, o'tdi, ishga kiradi. Tasavvur qilasizmi? Bu hamma yoqda. Agar har bir inson o'zini ishiga mas'uliyat bilan qarasa, bu juda katta narsa-da. Juda ham it's much important, you know. Shuning uchun har bitta sohada koshki sizga o'xshab o'ylasa hamma. Afsuski bunaqa kritik o'ylash yo'q, lekin xudo xolasa o'ylaymanki, endi bo'lib qolar. Shunda farmatsevt bo'lmoqchiman. Qarang, qanaqa farmatsevt dorixonada ishlab bunaqa qiladigan emas. O'zi o'qiyotgan paytim ishlab olsam, keyin staj bir nimalar bo'ladi-yu, o'shandan keyin o'zimni dorixonalarimni ochmoqchiman. O'zim dorixonalarimni ochib, shunaqa dorilar qo'yib odamlarga yordam bermoqchiman. Balki o'zingizni katta zavodingiz bo'lar, dori ishlab chiqaradigan. Yo'q. Chunki sizni potensialingizga bilan dorixona ochib qo'yishingiz juda eng minimalnisi deb o'ylayman. Yo'q, o dorixona ochib qo'ygandan keyin boshqa interestlarim bor-ku, o'shalarni ham qilaman. I really like acting. I'm really manipulative person in general. Okay, I understood, but maybe do you have any other ideas? For example, making some career in government, some ministry, agency, for example, or career in sciences, for example, or making some, how to explain, some business. Well, I really appreciate it when people tell me that like I could be a big person in the future, but I actually don't like the responsibility. Yeah, because there is heavy pressure on me. I can't work. Like I want to be my own person, creative, create my own things, be free, you know, like freestyle. I know it too, very well because I'm this person. Nilufar, yana IELTS topshirmoqchimisiz? Nima uchun? IELTS topshirmoqchiman. Endi hozir 7 oldim-da, bu zo'r. Lekin men undan ham zo'r bo'la olaman. Chunki o'zimga ishonaman. Kelajakda qandaydir universitetga kirayotganimda balki chet elga ketarman, balki shu yerda qolarman. Lekin men IELTS undan ham yuqori darajadagisini oladigan bo'lsam, u menga plus tarafi bo'ladi. Mayli, xudo xolasa IELTS 9 oling, hammasi 9 bo'lsa, maksimal o'zi 9 shekilli. Xudo xolasa. Siz bilan suhbatlashib juda ham maza qildim. Oldimda kichkina bolacha emas, balki bir o'zimni tengdoshlarimga o'xshagan, bir emin, erkin gaplasha oladigan, fikrni bayon eta oladigan inson o'tiribdi. Xursand bo'ldim. Ota-onangizga alohida rahmat. Shunchalik sizni ta'lim olishingizga e'tibor qilishibdi. Sizga rahmat. Va siz bilan tanishganimda xursand bo'ldim va xudo xolasa o'ylaymanki, kelajakda siz bilan
yana katta yaxshi bir davrlarda, yaxshi bir joylarda ko'rishamiz, katta loyihalaringizda, xudo xolasa. Ishlaringizga rivoj, o'qishlaringizga rivoj. Sog' bo'ling. Rahmat, siz ham sog' bo'ling. Azizlar, demak, bugungi podkastimizning birinchi soni o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi podkastda ko'rishguncha salomat bo'ling.